Mana bu uyni ko'radigan bo'lsangiz, bu hech qanaqangi bir traverting yoki boshqa emas. Bu gipki kamin. Mana bu yerda qaranglar, uylarda qanaqangi chiroyli chiqqan. Gipki kamin shunisi afzalligi borki, bundan siz xohlagan rang va xohlagan shaklda bemalol cheksizlik darajasida chiqarishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Biz bugun Namanganda Popga Chodakka keldik va bu yerda Xon Dekor brend ostida ishlab chiqarilayotgan Husn akamizni ishxonalaridamiz. Mana bu yerda qaranglar mana. Har xil variantlar bor. Buni afzalligi bu yopishgandan keyin ko'chmaydi. Ikkinchisi buni hammom dush boshqa joylarga ham, suvli joylarga ham bemalol yopishtirishingiz mumkin bo'ladi. Tashqi fasad, ichki fasadlarga ham bemalol va eng qizig'i bir marta yuvasiz, laklab turib bemalol yog'iga mazza qilib to'yingizni, yo'rog'ingizni o'tkazaverasiz. Buni yana bitta afzalligi trashinani oldini oladi va trashina bo'lib turgan joylarda mahkam ushlab turadi. Shuning uchun bonusiga buni kvadrat metriga bemalol ichiga 1 kvadrati 90 ming so'mdan, ya'ni vodiy bo'ylab O'zbekiston 12 ta viloyatiga xizmatlari bor. Kelishilgan narxlarda. Bu nima degan akalarimiz uchun O'zbekistonda yangilik gipki kamin bo'ladi. Sho'rda namni o'ziga olmaydi, quyoshda sarg'aymaydi, rangi o'chmaydigan, ko'chmaydiganidan 10 yil garantiyasi bilan 10 yilgacha nimadir bo'lsa akalarimiz 10 yil davomida bor o'z remontlarini boshqatdan o'zlarining yonidan qilib berishaver ekan. Hamma mahsuloti gipki kamin, kilek hamma yo'q o'zidan. Sizdan ketadigan mahsulot oyog'on tagiga les olib berasiz, oziq-ovqat qilib berasiz hamda yotoq joy bilan ta'minlab berasiz. Keyin yaxshi gapirib tursangiz 300 kvadratda ataga 15 kunda bitirib chiqib ketaman deyishyapti. Xudo xolasa ob'yomingizga qarab zonnalarda qilib berishaver ekan. Agar 300 kvadratdan ziyod bo'lsa, kelishadigan, o'tib beradigan joylari bor ekan. Ichkaridagi vibrlarni ham ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'ridan. Xudo xolasa mana sokil qismi hozir remont jarayonida. Bitta ko'rishingiz mumkin. 87-yilda qolib ketgan, ota-bobolarimizdan qolib ketgan uyni buzmayman, qayta remont qilaman desangiz, biz sizga gipki kamin mahsulotini tavsiya qilamiz. Ekranda pastdagi raqamlarga aloqa qilsalaring, akalarimiz Hasakamdan telefon qilsangiz, Rosakamdan yetib borishadi. Tamom. Bir, 2, 3, 4, 5, xullas 16 metr uzunligi va balandligi 4,5 metr bo'lgan imoratimiz bitdi. Bu nima degan akalarimiz uchun gipki kamin bo'ladi. 10 yil kafolat devordagi treshinalarni umuman yopib tashlaydi. Quyoshda rangi oqarmaydi, o'chmaydi, ko'chmaydi. Qaysi devorlarga bo'ladi degan akalarimiz uchun bemalol olib keling operator. Mana bunday devorga 8 silla shuva qilingan, ya'ni shkatuka holatda bo'ladigan bo'lsa bo'ldi. Ortiqcha summa to'lamaydi. 1 kvadrat 90 ming so'mdan bitgan. Mana shu joyimiz 72 kvadrat bo'lgan 6 million so'mga bitgan. 72 kvadrat ichidan mana bunday romlarimizni hisobdan chiqarib tashlaganmiz. Kimga mana shunday gipki kamin xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa 10 yil kafolati bor. Bundan tashqari bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 2026-yilda chala qolgan imoratlarni chiroyli qilib mana shunday qilib gipki kamin xizmatidan foydalanib bitirib olinglar. Tani joylar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Bittadan like bosib qo'ying, tamom. Saçlan qo'yib yuborasiz endi bunga. Boshla. Mana kimga zakaz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Terma qadillarimizni arzonlarni chiqarib beramiz. Xalqqa xizmat qilamiz. Telefonlarda hojizlari mana hammasini zo'r aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum. Kamin ishbozlari. Mana ishga beraga beshdan sizlar xolosa. Yakuniy. Laklash ishlari olib borilyapti. Tashqari tarafga chiqamiz. Mana bitta o'qalarimiz.
Akalar gipki kamin bo'yicha kuchli ustakamiz, o'ta mutaxassis. O'zi yoshi 32 ga kirdingizmi? Yoshi 32 ga kirgan, lekin 12 yoshga bolalarga o'xshaydi. Staj 40 yillik. Tug'ilmasdan ham oldin ustachilik bilan shug'ullangan. O'ta mutaxassis mana. Xo'sh, nima deymiz? Iqtisodiyotliklar uchun maxsus bo'lyapti, lekin ekan. Bosadi. Yorib tashlaydi. Qashqadaryodan bo'lyapti akalar. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani, Chorshanba qishlog'idan tog'lar qir adillarga kelganmiz akalar. Nima deb qo'ni qo'shlaringizga? Qo'shnilar salom. Mana biz Qashqadaryoga aylanib, endi Buxoroga ketyapmiz. Samarqand shu bahona bir aylanamiz. Gipga men yaxshi narsa, aynalishimizni xohlab tushish. Yashan, tirikchilik bo'laveradi, ona. Dang'illatib uchastkani solib qo'ying va qadrdonlar. Mana bunda yonboshlab, mazza qilib yotgan akalar. Endi dang'illatib uchastkani solib qo'ydingiz. Fasad qismiga kelganda nima qilsam bo'lar ekan deganlarga qadrdonlar qaranglar. Akamiz ham uyni boplabdi, kachalalar turidan qo'yib qo'yibdi. Ishdan charchab kelganda mazza qilib hordiq olish uchun. Bugungi videosini yoqamiz. Uyni dang'illatib solib qo'ygan akalarimizga gipki kamin bo'ladi. Trendidan tushmayotgan. 2023-yildan boshlanib mana 25 gacha trendidan tushmayapti. Sokinlarini qaranglar, qadrdonlar. Miramir toshni terib qo'ygandek qilib qo'yibdi. Lekin bu gipki kamin. O'tda